Assalomu alaykum. Ikkinchi filialimizdan 0106 yaxshilari bu kelib qolgan bugun. Salonlari ham ideal holatda 01lar. Ko'rib turibsiz, mana yaxshilar kelib qolgan. 01 zo'rlar. Narxi ham 1100 dan ozgina kam bor. 06larimiz ham yaxshilar kelib qolgan 85-yil 06larimiz. Bu yoqda mana 650 raqamda 06miz. Narxlarni telefon raqam qoldiraman, gaplashaverasizlar. Juda akkuratniy 06larimiz bor bu yerda. Mana ko'rib turibsiz. Holatlari boshqacha. Ko'rib turibsiz mana. 87-yilda nomeri qaram +44. Salonlari ham ideal holatda mashinamizda. Salonlari ham mana ko'rib turibsiz, ideal, zo'r holatda turibdi. 253 06miz 88-yil. Ko'rib turibsiz, zo'r holatda, haqiqatda zo'r holatda. Mashinamiz ikkinchi filialda. 83-yil 06miz 026 gap bo'lishi mumkin emas mashinamizga. $1300 oxiri. $1300 bo'lsa beramiz. Mashina akkuratniy holatda. Tomdan past kraska. Normal holatda. Benzinli mashinamiz, ikkita krылёsi kraskasi bor. Qolgan joyi top-toza mashinamizning narxi 1700 ga ozgina kam bor. Top-toza kraska yo'q. Xullas, ikkinchi filialimizdagi mashinalar obzori bugun 12-aprel kunga qadar shu mashinamiz bor. Aloqaga chiqaverasizlar.